Taqdirim o'g'risi. Muallif Minsuya. 2-fasl. 1-qism. Zuhra esa bo'shashgancha yerga qaradi. Ko'zlarida hayot nishonasi qolmagan. Butun borlig'i azob girdobiga g'arq bo'lgandi. Onasining yuziga tik qarashga yuragi betlamasdi. Kechiring. Men noloyiqman. Men yashashga noloyiqman, oyi. Yo'q qizim, yo'q. Senda ayb yo'q, bolam. Hech kim hech qachon seni buzilgan deb atay olmaydi. Lekin Zuhra eshitmasdi. U allaqachon sinib bo'lgandi. Fotima aya qizini bag'riga bosib, u bilan birga o'sha tundxonada zulmat ichida ich-ichidan yig'ladi. Bu faqat qizining emas, bir onaning ham iztiroblari edi. Soat allamahal bo'lib qolgan edi. Fotima aya boshini ushlagancha eshik oldidagi supaga o'tirib, o'g'li Anvar kelishini kutardi. Yuragi negadir g'ash edi. Ichida ming afsus va nadomatlar girdobida bir fikr tinmay aylanardi. Qaniydi uni yolg'iz qoldirmasam, ketmasligim kerak edi. Birdan ichkaridan nimadir qattiq yerga quladi. Fotima aya sapchib tushdi. Ketidan bo'g'iq ovoz, hansirash, g'arib xirillash eshitildi. Fotima aya sapchib o'rnidan turdi. Yalangoyoq holda yugurgancha Zuhraning xonasiga chopdi. Eshikni ochishi bilan yuragi shu etib, tizzalari bo'shashdi. Bolam! Zuhra shiftga osilgan edi. Bo'yniga choyshabdan yasalgan bog'ich mahkam tortilgan, oyoqlari bo'shashgancha tirishardi. Yuzlari oqarib, ko'zlari yumilay degan, tilidan xirillagan tovush chiqardi. Nafasi siqilib, oxirgi kuch bilan hayot uchun kurashardi. Bolam, yo'q, Zuhra! Fotima aya dod solib, oldinga otildi. Qizning oyoqlaridan tutib ko'tarishga harakat qildi. Shu payt eshikdan shoshilib kirgan Anvar hayrat va dahshatga tushgancha joyida qotib qoldi. Singlisining osilganini, onasining esa uni tutib, chorasiz holatda faryod qilganini ko'rib, yuragi yorilgudek bo'ldi. Zuhra! U sapchib oldinga yurdi. Onasiga yordam berib, singlisini baland ko'tarib, qo'llari bilan bo'ynidagi bog'ichni yecha boshladi. Bir necha soniyadan so'ng arqon bo'shashdi va Zuhra hushsiz holda yerga quladi. Fotima aya qizini bag'riga bosib, titrayotgan lablari bilan uning yuzidan o'pdi. Ko'zingni och, bolam, iltimos, ko'zingni och. Anvar singlisining yuziga suv sepdi. Nihoyat Zuhra ko'zlarini arang ochdi. Nafasi og'ir, tanasi sovuq edi. Shifoxona. Tez yordam mashinasi darhol yetib keldi. Anvar singlisini quchoqlab mashinaga mindirdi. Fotima aya esa mashina ichida yonboshlab yotgan qizining muzdek qo'llarini ushlab tinmay pichirlardi. Yashaysan, bolam, iltimos, bizni tashlab ketma. Shifoxonaga yetib kelishlari bilan shifokorlar uni zudlik bilan qabul qilishdi. Anvar va Fotima aya tashqarida najot kutib, duoga to'lib o'tirishardi. Anvar devorga musht tushirdi. Oyi, men o'sha iflosni o'ldiraman. Shu holga tushishiga men aybdorman. Bolam, o'zingga kel. Sensiz men nima qilaman? Singling nima qiladi? Kamolchi, oyi. Fotima aya bir seskandi. Ko'zlarida yana yosh qalqidi. Bilmayman. Singlimni hech kimga xo'rlatmayman. Kamol tushunadigan yigit. Yo'q, bolam. Kamol rozi bo'lsa ham uning onasi rozi bo'lmaydi. Odamlar qizimni ayblaydi. Uni yonib turgan olovga tashlab qo'ya olmayman. Shu payt eshik ochildi. Oq xalatli shifokor tashqariga chiqdi. Fotima aya bilan Anvar darhol o'rnidan sapchib turishdi. Umid bilan shifokorga termulishdi. Qizning ahvoli barqaror. Birinchi yordam vaqtida ko'rsatilgani bois hayoti saqlab qolindi. Bu so'zlarni eshitgan Fotima aya ham, Anvar ham shukrona aytgancha o'zini devorga tashladi. Fotima aya ko'z yoshlarini arta turib pichirladi. Allohga shukr.
Oradan bir necha soatlar o'tdi. Shifokor nihoyat Anvarning singlisining oldiga kirishiga ruxsat berdi. U astalik bilan xona eshigini ochdi. Oq choyshapga o'ralgan, rangpar, g'amgin qiyofasi bilan yotgan Zuhra asta yalt etib akasiga qaradi-yu, darhol yuzini burib oldi. Ko'zlari yana yoshga to'lib, titrab ketdi. Yuragi ezilib, bo'g'ziga achchiq alam tiqildi. Anvar singlisining yoniga asta yaqinlashdi. Uning barmoqlari qaltirab, mayin qo'lini tutdi. Zuhra, jannat iforli singlim, mening azizim. Aka, men sizga noloyiqman, yashagim kelmayapti. Ortiq bunday demagin Zuhra. Sen biz uchun bebaho gavharsan. Sen menga keraksan, oyimga keraksan. Sen mening ko'zimning nuri, quvonch manbayimsan. Senda ayb yo'q singlim. Meni kechir. Barim meni deb bo'ldi. Aka, iltimos faqat noto'g'ri ish qilmang. Sizni yo'qotishga chidolmayman. Ortiq bizni tashlab ketishingizni istamayman. Xavotir olma singlim. Hammasi yaxshi bo'ladi. Biz Kamolga xabar beramiz. To'y bo'lmaydi. Bu so'zlarni eshitgan Zuhra yuragi yana ming bo'lakka bo'lindi. Suyukli insoni yillar davomida orzu qilgan baxti bir lahzada qo'ldan uchib ketayotganini his qilib, ko'zlaridan oqqan yoshlarini tiya olmadi. Yuragi ezilib, yonidagi choyshapni mahkam g'ijimlab, ochiq derazadan uzoqlarga tikildi. Shuncha yil orzu qilganim shundan iboratmidi? Bu ahvolga tushishimga arziydimi? Anvar esa hamon singlisiga tasalli berish uchun so'z qidirdi. Uning ko'nglida bitta orzu, bitta tilak bor. Singlisi yana baxtli bo'lishi. Mana ko'rasan Zuhra, yana baxtli bo'lasan. O'qiysan, ilm olasan. Kelajakda haqiqiy baxtingni topasan. Nasib qilgani senga yor bo'ladi singlim. Faqat bir narsani so'rayman. Iltimos, tabassum qil. Sening birgina kulguying uchun dunyolarga o't qo'yishga tayyorman. Men senga qurbon bo'lay Zuhra. Zuhra akasining so'zlarini eshitib, butun yig'isini ichida saqlay olmadi. Birdan chinqirab yubordi. Uning yuragi yana og'ridi, yana tilkapora bo'ldi. U ho'ngrab yig'lagancha yuzini qo'llari bilan berkitib oldi. Uning titragan yelkalarini ko'rgan Anvar ham ich-ichidan yondi, lekin ko'z yoshlarini tiydi. Zuhraning yuragidagi iztirob. Ey hayot, mendek ojizaga yana qanday sinovlaring bor? Birgina xato sabab men hammasidan mahrum bo'ldim. Kamol akamdan, nomusimdan, oyim va akam oldidagi pokligimdan, hammasidan. Ey Robbim, meni o'zing kechir. Endi men yashashga arziymanmi? Jonimni ol, zero akam va onamning yuzlari shuvut bo'lib, mahalla ko'yda sharmanda bo'lishlarini istamayman. Zuhra ichida yig'lab, Yaratganga iltijo qilar ekan, Anvar uning sochlarini silab, yana shivirlagancha so'zladi. Biz hammamiz seni yaxshi ko'ramiz. Hech kim seni ayblamaydi. Biz sen bilanmiz. Oradan kunlar o'tdi. Ammo Tohirdan hanuz darak yo'q. Zuhra esa shifoxonadan chiqqan bo'lsa-da, avvalgidek shaddod, quvnoq qiz emasdi. Bir kunda dunyosi ostin-ustun bo'lib, umidsizlik va tushkunlik botqog'iga botib qoldi. Kamol shaharga qaytib, to'y bekor qilinganini eshitgach, yuragi g'ash tortdi. U bu dahshatli yangilik ortida qandaydir jiddiy sabab borligini sezardi. Tinimsiz Zuhraning uyiga keldi. Qo'ng'iroqlar qildi, ammo har safar javobsiz qolardi. Zuhra esa xonasidan chiqmas, har doim bir nuqtaga tikilgancha yotardi. U ko'zlarini yumishga ham qo'rqardi. Chunki har gal ko'zlarini yumar ekan, o'sha dahshatli kun, Tohirning iblisona yuzi, uning jirkanch nigohlari yodiga tushardi. Mana, Zuhra va Kamolning to'yi buzilganiga ham bir hafta bo'ldi. Tayyorlangan sepning barchasi oppoq o'ramlarga joylanib, o'z egasiga qaytarib yuborildi. Zuhra deraza tokchasida oyoqlarini yig'ib olgancha bo'mbo'sh nigoh bilan tashqariga termulib o'tirardi. Yana tinimsiz o'ylar, yana ich-etini kemirayotgan iztirob.
Shu payt telefoniga xabar keldi. Kamol aka. Zuhra, iltimos, uchrashib gaplashib olaylik. Menga tushuntir, qayerdasan? Senga nima bo'ldi, gulim? Sensiz yashay olmayman. Menga buni ravo ko'rma. Bu so'zlarni o'qib, Zuhraning yuragi yana bir bor tilka pora bo'ldi. Ko'zlaridan duv-duv yosh tumaladi. Ammo u javob yozmadi. Baribir javob berishdan naf yo'q edi. Ertalab hammasi biroz joyiga tushayotgandek tuyuldi. Zuhra kam bo'lsa-da oyisiga yordam berib xonasidan chiqishni boshladi. Ammo eshikdan kirib kelgan ikki ayol uning yaramoq bo'lgan jarohatini yana qonatdi. Ostonada turgan ikki ayol yoshi 50larni qoralagan, butun gavdasiga tilla taqinchoqlar ilingan, bashang kiyingan, o'zini bilag'on tutgan odamlar edi. Fotima aya mehmonlarni ko'rib, o'zini bosib, o'rtaga chiqdi. Kelinglar. Sizlarga kim kerak? Fotima opa, sizmi? Ha, men. Biz sovchilikka keldik. Sizlarda bir gul bor. Bizning bog'bon yigit shu gulingizga oshiq va mubtalo bo'libdi. Fotima aya beixtiyor seskanib ketdi. Yuragi gursillab urib ketdi. Qizining fojiasidan hali 10 kun ham o'tmagan bo'lsa-yu, yana sovchi kutib olishga majbur bo'layotgani unga nihoyatda og'ir botdi. Kim ekan o'sha yigit? Tohir desangiz, butun shahar taniydi. Manaman degan boylar qizini unga berishga orzu qiladi. Mard, chiroyli, badavlat yigit. Menga qarang. O'sha iflos qizimga qilgan ishi uchun javob beradi. Alloh oliy hakam. Men qizimni ko'chadan topib olmaganman. Men qizim tugul, hovlimizda turgan itimni ham unga bermayman. Hoy Fotima xon, shunday kelishib tursak, yo'q desangiz, yo'q bo'lavermaydi. Yigit mardlik qilib, qizingizni nikohiga olmoqchi. Rozi bo'ling. Yoki qizingizni kimga uzatmoqchisiz-a? Kimni ko'zi uchib turibdi, teshilgan tog'orani. Bu gaplar Fotima yaning yuragiga o'qdek qadaldi. Ko'z oldiga qizining kechagi ko'z yoshga botgan ojiz holati keldi. Jahl ustida u ikki ayolni sudragancha ko'chaga olib chiqdi-da, baqirib yubordi. Qorangizni o'chiring. Qizimni ortiq bezovta qilmang. Shu payt xonada hamma gapni eshitib turgan Zuhra sekin o'zini pastga tashladi. Yuragi siqilib, devorga suyandi. Nafasi bo'g'ilib, ko'zlariga yosh qalqdi. Men shunday taqdirga loyiqmanmi? Bular bari qachon tugaydi? Qachon? Yana yuragini ezuvchi savollar. Yana boshi uzra og'ir yuk bo'lib osilib turgan ayanchli haqiqat. U yana xonasiga kirib, qalin pardalarni tushirdi. Xona zimziyo bo'ldi. Lekin uning hayotidagi qorong'ulikdan baribir yorug'lik yo'q edi. Yana bir kun so'ngiga yetib borardi. Ko'k yuzda yolg'izgina oy sukunat bilan charaqlab turardi. Yer yuzini jimjitlik chulg'agan bo'lsa-da, Zuhraning qalbida tinimsiz chaqmoqlar chaqmoqda edi. U har doimgidek xonasida. Devorga tikilgancha ko'nglini kemirayotgan alamli o'ylar og'ushida edi. Shu payt birdan derazasiga nimadir kelib tegdi. Avvaliga u buning shunchaki tasodif ekanini o'yladi. Ammo tiriq-tiriq etgan mayda toshchalarning tinimsiz taqqillashi uning yuragini gursillab urishiga sabab bo'ldi. Zuhra bir lahza chuqur nafas oldi. Ichida bu Kamol akasi bo'lsa kerak deb o'yladi. Chunki u har doim kechasi bildirmay deraza oldiga kelib, sevgilisi derazadan mo'ralashini sabrsizlik bilan kutardi. Zuhra oxirgi bor Kamolning yuzini ko'rishni, hech bo'lmasa bir lahza ilinchli nigohlarini his qilishni istadi. U sekin pardani surib, derazani ochdi. Ammo tomog'iga nimadir tiqilgandek bo'ldi. Yuragi battar dukkilladi. Lablari titray boshladi. Bu Kamol emasdi. Yana o'sha yuz, yana o'sha vahshiyona tabassum. Seni sog'indim. Tohirning ovozi shaytonning pichiridek quloqlari ostida jarangladi. Zuhra sapchib ketdi. Shu zahoti derazani yopmoqchi bo'ldi. Ammo Tohirning sovuq, dag'al ovozi uni to'xtatdi. Agar hozir shunday qilsang, akangni qaytib ko'rmaysan. Zuhra qo'llari qaltiragancha joyida qotib qoldi. Yuragida g'azab toshqini uyg'ondi. U shartta yuzini burib,
Tohirga g'azab bilan tikildi. Senga yana nima kerak? Hayotimni barbod qilding. Mendan yana nima istaysan? Ket, daf bo'l. Tashqariga chiq. Gaplashib olamiz. Istamayman. Ortiq qarshimda turma. Zuhra, kel. Bugun o'zi menga jo'natgan sovchilarni quruq qaytarib yuborganlaring uchun darg'azabman. O'sha alamni sendan olmasligim uchun yaxshilikcha chiq. Gaplashamiz. Zuhra bir lahza jim bo'ldi. Qarshisidagi telba baribir o'zining istagini qilishini tushundi. Jim o'ylab turib, ko'ngilsiz kechani tezroq ortda qoldirish uchun indamay rozi bo'ldi. U sekin darvozadan chiqdi. Atrofga xavotir bilan qaradi. Shundan ortidan baquvvat qo'llar uni quchoqlab oldi. Seni sog'indim. 10 kun ko'rmagan bo'lsam ham, bir soniya ham yodimdan chiqmading. Mendan nari turing. Qo'yib yuboring. Nima istaysiz? Nega keldingiz? Tohir og'ir xo'rsindi. Uning nigohlarida g'alati bir ifoda bor edi. Mag'rurlik, havas va zulmat. Zuhra, senga uylanmoqchiman. Bilaman, qilgan ishimdan keyin mendan xafa bo'lgansan. Xafa? Sizni nafrat bilan yodga olaman. Nikoh o'yinchoq emas. Bu ikki yurakni bog'laydigan rishta. Ammo shuni biling, bundan keyin mening yuragim aslo sizni sevmaydi. Dunyodan to'q o'tsam ham, hatto yakkayu yolg'iz qolib ketsam ham, hech qachon sizga turmushga chiqmayman. U so'zlarni qat'iy aytdi. Ko'zlarida nafrat, achchiq alam va ko'ngil tubidagi og'riq jilva qilardi. Tohirning yuzi tarang tortildi. Tishini g'ichirlatib, asta pichirladi. Hozircha tinch. Lekin keyinchalik odamlar seni boshqacha chaqirishni boshlashadi. Buzuq ayol. U kinoya bilan kuldi. Meni tanlamasang, mahalla-yu shahar tilidan tushmaysan. Bu sharmandalikka bardosh bera olasanmi? Mening esa niyatim pok. Men qilgan xatoni to'g'rilayman. Nomusingni oqlab beraman. Men hech qachon sizga tegmayman. Bilasanmi? Men xohlagan narsamga albatta erishaman. Ahmoqlik qilma. U shartta oldinga bir qadam tashladi-da, qo'lini qizning nozik belidan o'tkazdi. Zuhra seskanib ketdi. Uni o'zidan itarishga urindi. Ammo Tohir ogohlantirishsiz qo'pol ravishda lablarini qizning lablariga bosdi. Zuhra dahshatdan qotib qoldi. Bir zumga o'sha dahshatli kecha ko'z oldiga keldi. Oyoqlari bo'shashib ketdi. Nafas ololmay tipirchiladi. Tohirning yovvoyi nafasidan g'ijinish hosil qildi. U bor kuchi bilan itarishga urindi. Ammo Tohir undan kuchli edi. Zuhra yuragini tilka pora qilayotgan yana bir fojia ichida yana bir fojia sodir bo'layotganini tushunib yetdi. Assalomu alaykum. Talab va istaklarga binoan yangi faslni boshladik. Bizni qo'llab-quvvatlash maqsadida sahifamga obuna bo'ling hamda Telegram sahifamga o'tmagan bo'lsangiz tezda o'tib oling. U yerda chiqishi bilan linkini tashlab boramiz. Bemalol o'tib va joylashimiz bilan siz birinchilardan bo'lib tinglashingiz mumkin bo'ladi. Obuna bo'ling. Rahmat.